Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz ham laklarni quritib tayyorlab oldik. Bu yerda MDFdan, yog'ochdan eshik romlarimiz tayyor qildik. Aralash bo'ldi. Xo'p, yog'och verandalarimiz ham bor. Xudo xolasa hammasini terib, o'rnatib, xudo xolasa syomkalarni qo'yamiz. Lak sepganda shunaqa adenning ichlarini, korobkalarni adenni qilib sepamiz, chunki laklar ichigacha yaxshi sepiladi. Chiroyli holatda bo'ladi, ichlariga, burchak joylarigacha laklar yetib boradi. Endi bularni quritganimizdan keyin olib chiqib, bitta-bitta alohida osha-moshalarini, zamok, zaverga shpanglarini bitta-bitta qo'yib, chiroyli holatda teramiz, xudo xolasa. Tayyor bo'lganda syomkalarni ham qo'yamiz, xudo xolasa. Bu yerda hop yog'och eshiklarimizni korobkalari, MDF yog'och eshiklarimiz. Hozir bu pastdagilar hammasi MDF eshik romlarimiz korobkalari, 5 ta eshik, 5 dona rom. Shu holatda laklarni mana chiroyli holatda tiniq qilib quritdik. Shunaqa lak sepganda ozgina bir kun shunday holatda quritamiz. Laklari yaxshi qurishi uchun, keyinchalik yopishmasligi uchun shu holatda quritib tindiramiz. Orqa tomondagilari yog'och, bu yerdagilari MDF. Xudo xolasa hammasini zapchastlarini qo'yib, syomkasini qo'yib beramiz. Kuzatishda davom etib tursanglar, chiroyli ishlar chiqdi. Hammasini qo'yamiz. 99 607 6900 nomerimiz. Andijon viloyati Buloqboshi tumanida ustaxonamiz. Shunaqa alohida xonada laklarini sepib, kraskalarni sepib, shu xonada alohida chang kirmasligi uchun quritamiz. Obuna bo'lishda davom etinglar. Ajoyib eshik romlarimiz tayyor bo'lyapti. Birin-ketin syomkalarni qo'yib boramiz. Sizlar yoqtirib yurgan narsa inshaalloh biz kanaldan chiqib qolsa, xudo xolasa bemalol zakaz bera olasizlar. Laklari ham go'zal chiqdi. Yaltirab. Terilgandan keyin oynalari bilan bu eshik romlarimiz yana ham go'zal chiqadi. Anaqa bezaklar ham berganmiz. Bu xudo xolasa juda chiroyli chiqdi bu MDFimiz. Tez kunlarda qo'yamiz bularni syomkasini. Xudo xolasa terib, tayyor qilib, oynagacha solib